Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Avika Servisi Romadim Jahongirjonman. Xudo xolasa 14-dekabr 9:20 da olinayotgan videomiz. Mana bu yerda Sankt-Peterburg Fergana yo'nalishi bo'yicha aviaqatnovlarimiz ketyapti. Joylar polno to'lgan, bironta joyimiz yo'q. Farg'ona yo'nalishi bo'yicha. Bu yerda esa Toshkentga o'sha pashta odamlarimiz o'tib bo'ldi. Vremyamiz ham 9:20 bo'lgan. Hurmatli o'rtoqlar, bemalol murojaat qilaverasizlar Avika Servisi xodimlariga. Qolgan keyinchi Telegram kanallarimizni ko'rganlaringga amallab chiroyli qilib o'tkazib kuzatib oldik. Bemalol butun Telegramda kuzatib borsalaring, har kunlik yangiliklarda, har kunlik aeroportda bo'layotgan holatlarda, arzonroq variantlarda imminni bitta kanalimiz bor, 30 mingdan oshiq. O'sha kanalimizga tashlab boraveramiz. Narx-navolar bo'ladigan bo'lsa, narx-navolarda arzon. Mana bu narxlarda Любой saytlardan ko'rsalaring ham bunaqa narx yo'q hech qayerda. Qimmat, arzoniga men topib sizlarga joylashtirib berishga harakat qilamiz. Murojaat qilaverasizlar. Faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda.